Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi bermoqchi bo'lgan informatsiyam mammografiya to'g'risida. Chunki hozirgi paytda ayollarga juda ham e'tibor kuchli bo'lgani uchun mammografiya tekshiruvi davlatimizda juda keng yo'lga qo'yilgan va u uchun qanchadir tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Shu jumladan mammografiyadan necha yoshdan keyin o'tish kerak? Mammografiyadan bu 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz qamrab olingan. Ular demak mammografiyadan agar hayz bo'layotgan ayollarimiz bo'lsa, demak hayz 10-kunidan keyin kelib, o'sha mammografiya o'zini rayon yoki o'sha tumanida mammografiyadan o'tishi mumkin. Xo'p, endi mammografiyadan 45 yosh bo'lsa, ya'ni o'sha 45 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz nima qilishi mumkin bezovtalik bo'lsa? Bular albatta mutaxassisga ko'rinadilar va o'sha 30 yoshdan to 45 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz bular o'zi tekshiruv bilan chegaralanadi. Agarda mana shu paytda ham qanaqadir o'smaga, xavfli o'smaga gumon bo'layotgan bo'lsa, bu paytda albatta o'sha mutaxassis, ya'ni mammolog tomonidan mammografiyaga ko'rsatma beriladi. Shu uchun baribir sog'liklaringizga nima deydi, bee'tibor bo'lmanglar. Chunki sog'lom ona va sog'lom oila demakdir. Shu uchun men mammografiyadan bemalol borib, o'zlaringiz nima deydi, o'z xohishlaringiz bilan o'tishlaringizni men ko'proq sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim.